Bir kishi juda ham boylikka berilib ketgan edi. U arzimagan chaqani ham to'plab boyishga harakat qilar edi. Bir kuni yo'lda ketayotganda yonidan bir qariya otaxon chiqib qoldi. U kishi boshiga kapshionkasini kiyib olgan edi. U kishi "O'g'lim, tilagingni ayt, mening sehrli tilaklar quticham bor" deya g'alati ohangda kular edi. "Qani o'g'lim, tilagingni menga ayt, tilaging albatta amalga oshiradi" deya qo'lida bir gugurt qutisini ko'rsatdi. Hamda haligi kishi o'ylana boshladi. Mendan nima ketdi? Men boyib ketishni xohlayman, juda ham boyishni, dedi. Haligi kishi gugurtni chaqnatdi hamda "Amalga oshdi" deya g'alati ohangda kulib qo'ydi. Oradan ancha vaqt o'tdi, 5 yoki 6 kun. Uni qo'shnilari umuman ko'rmay qo'ydi. Shundan keyin uning uyiga kirishga harakat qilishdi. Kirib qaraganida ne ko'z bilan ko'rsinki, haligi kishi katta bir oltin bo'lakning ichida qotib qolgan edi. Uni chiqarishga urindi, ammo u vafot etdi. U dunyodagi eng boy odam bo'ldi, lekin bu boylikdan foydalana olmadi.